Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 16-qism. Ey Bani Isroil, men sizlarga ko'p rizq va'da qilmayman. Chunki rizqni Alloh beradi. Men sizlarga ko'p rizq tepish va uni saqlab qolishning yo'lini ko'rsataman. Ogoh bo'linglar. Ko'p rizq halol yo'l bilandir. Rizqning ko'pligi uning miqdorida emas, barkatidadir. Barkat bo'lsa, doim qo'saqning to'qliqida emas, ko'ngilning to'qliqidadir. Sizlar tamoq talabida, mol-mulk talabida emas, haq talabida, halollik va saxovatlik talabida bo'linglar. Rizq xuddi yomg'irdak ustinglardan yog'adi. Haqni botil bilan almashtirsanglar, halolni harom bilan yo'qotsanglar, saxovat o'rniga bexillikni adovat qilib olsanglar, bilinglarki, yeysizlar, ammo to'ymaysizlar. Kiysizlar, ammo sinmaysizlar. İçsizlar, ammo ussizliklar qanmaydi. Boyliqqa ko'milisizlar, ammo halovat topolmaysizlar. Ey Bani Isroil, hamisha yurtni himoya qilishga tayyor turinglar. Vatanga dushman kelsa, hammasiga tayyor turinglar. Ey Bani Isroil, bilinglarki, adolatinglarga roziman, zulminglarga noroziman. Bilganlarim va ko'rganlarim ustidan hukm qilaman. Mendan yushurganlaringlarni Allohga havola qilaman. Mazlumning ko'z yoshidan qo'rqinglar. To'g'ri yo'ldan ezib ketishdan qo'rqinglar. Ojizni azoblashdan hayo qilinglar. Qadringlarni bilinglar. Agar yuqorqi ishlarni qilsanglar, Alloh sizlarni mening qo'lim bilan yoki boshqa yo'l bilan albatta jazolaydi. Ey Bani Isroil, Allohga ibodat qilinglar. Butlarga ibodat qilmanglar. Mening nasihatim shu. Bu nasihatlarga amal qilsanglar, Alloh bizga fazilatni ziyoda qilib beradi. Bu nasihatni nazaringlarga olmay, sal qarasanglar, ahvolinglar xatarlik. Demak, qalbinglar g'aflat changilida halok bo'libdi. Bu vaqt sizlar halokatni kutinglar. Bu nasihatimni qabul qilsanglar, yer yuzida izzat va sharaf, xalqlar va qavmlar ichida kuch-qudrat, obro'y va yuksaklik topsizlar. Oxiratda bo'lsa, Allohning izni va marhamati bilan jannatga kirsizlar. Bilinglarki, Jalut albatta Baytul Maqdisga keladi. Ammo u kelmay turib, uning ustiga biz bormiz. Uning bilan hisoblashadigan ishlarimiz bor. Tarqalinglar. Atiga yana yig'ilib, shu masalada so'zlashimiz, inshaalloh. Bani Isroilni yangi podshohning nutqi o'ziga mahliya qilib oldi. Ular ko'z oldida bir podshohni ko'rib, uningda hokimiyat qudratini va adolat qat'iyatini his qildi. O'zini mard, saxiy, himmatli va sobit his qilishga boshladi. Qalblarida podshohga qarata muhabbat va illiqlik uyg'ondi. Uzundan beri davom qilib kelayotgan sargardonlik, bechoralik, bo'shonlik oxirlashgandek edi. Hech kim anglamaydigan mazlumning ohuzarini anglab yordam beradigan biri kelgan edi. Hech kim rahim qilmaydigan bechoralarning jarohatiga malham qo'yg'ichi. Marhamatlik podshoh yanada salobatlik turgandek edi. Egilgan boshlar ko'tarildi. Ezilgan qadamlar ruslandi. Shuning bilan barobar odamlar podshohning qandoq tartibda ishlashini texa bilmaydi. Biroq xalqning ko'p qismi Alloh ato qilgan podshohga taslim bo'lib, uning buyruqlarini bajarishga tayyor edi. Talut atsi atiganda Baytul Maqdis ko'chalarida yurib, Shamil alayhissalomning uyiga kelib, har kundagidan bakroq pokiz ekanligini bildi. Odamlar atiganda o'z uyini, ko'chalarni tozalagan edi. Jalut bilan jang cho'qim bo'ladi, dedi Talut Allohga hamd aytib turib. Urushqa jismoniy quvvat, shijoatlik, qurol ishlatiladigan qo'rqmas kishilar berishi kerak. Agar kimni urushdan qaytarsam, uni qo'rqinchoq, shijoatsiz deganim emas, uning xizmati Baytul Maqdis ishida ko'proq deganimdir.
urushda lashkarni men boshquraman. Har bir jangchi menga so'zsiz itoat qilishi kerak. Qolgan desam, o'lim kelsimi joyida qolsin. Qochqan desam, orqasidan tog' ko'rsimi qassin. Aksicha holda bizning lashkarlarimizdan manfaat yo'qdir. Ey odamlar, menga qaranglar. Urush cheksiz mushaqqatdir. Buningda xorliq yo'q, lazzat yo'q, xushalliq yo'q. U o'limdir. U charchashdir. U halovatsizlikdir. Urushga berishda birinchi yashashdan, hayotdan umidni uzib beriladi. Agar kimki yashayman deb boradi ekan, uning qalbi dushmanga mag'lub bo'ladi. O'limdan qo'rqmay borsang, u sendan chekinadi. Ya'ni sen o'lim qo'rqusini yengisan. Shuning uchun lashkarlikka kiradigan odamni tayyorliqlar kutib oladi. Lashkar ichida issiq uy, qiziq tomoq yo'q. Uying tashliq yer, tomoqing mushaqqatdir. Shu narsalarga rozi bo'lganlar Baytul Maqdisning sharqiy tomlari ostidagi maydonga to'plansin. 1 soat ichida men lashkarlar elish siniqini boshlayman. Shammil alayhissalom bilan birga maydonga borgan Talut jangchilarning mahoratini tekshirishni boshladi. Lashkarlik uchun tanlash 1 oy davom qildi. Har kuni Talut tanlashdan o'tganlarni bir bo'linma shaklida shahardan tashqariga o'zlarining ichidan bir odamni bosh qilib harbiy mashg'ulotlar uchun chiqardi. Eng usta temirchilar harbiy qarorgohlarga urilishib, qurol-yaroq yasashni boshladi. Bani Isroil katta jushqunlik ichida edi. Ularga to'yinmas barakat yig'ayotgandek edi. Odamlarning qo'li qo'liga tegmay, bozorlar qaynab, hamma odam Jalut bilan jang qilish haqida o'ylanatdi. Butun qavm shuni oliy bir maqsad bilib birlashgan edi. Bir oyda hamma lozimatliklar tayyor bo'ldi. Talut 80 ming kishilik lashkarni bir necha bo'lakka ayirib, Baytul Maqdisdan tashqariga joylashtirib bo'ldi. Jangchilar qilich, kamol, nayza, oypalta, xanjar va boshqa qurollar bilan mashq qilishga kirishdi. Lashkarlarga urush va qoidalarni tushuntirish uchun Talut chidirdan chiqqan edi. 2 yosh yigit sinoqdan o'tish uchun kelganligini aytdi. Talut Shammil alayhissalomga savol nazari bilan qaradi. Shammil alayhissalom ularni sinig'in va lashkarlikka olg'in dedi. Chidir ichida 2 yosh yigit turardi. "Isminglarni aytinglar", dedi Talut ularga.